Nima deymiz endi? Oldinda 37 ta turib ordingiz ham. Bilmadim, bugun komandaga umuman tushunmadim. To'g'risi, umuman komandaga tushunmadim men. Tarkib noto'g'ri tanlangani aniq. Dolgu hech nima qila olmadi. Xevendan ketma-ket xato. Mayli shu bola sinmasin, oxirigacha o'ynatdi kerak. Lisandroni tashlab yuboradigan joyi bo'lmasa, ikkinchi taym boshida shunchaki unga ishonchi ko'rsatib qo'yish uchun oxirigacha o'ynatdi. Lekin keyingi turda men o'sha Xevenni ko'rmayapman. Menimcha Lisandro qaytadi aniq va Maynu ham bo'ladi maydonda. Va chapda Rashfordni ko'ramiz. Rashford bugun yomon o'ynamadi. Kim nima deydi bilmadimmi, juda ham ko'pchilik tanqid hosil, o'zim ham tanqid qilgandim, lekin Rashford bugun yomon emas. Menimcha yaxshi o'ynadi. Bir-ikkita xatolarni aytdim. Xato endi kimda bo'lmadi. Bugungi o'yinda hamma yomon o'ynadi, bundoq qarasak. Lekin nisbatan yaxshi o'ynadi. Kuni ham ancha yaxshi o'ynadi. Buni bilmadim. Amad raqobat qilib berish kerak. Amad jarohat sabab bugungi o'yin o'tkazib yubordi, lekin keyingi o'yinda tushsa kerak. Men ham deymiz, mavsumni mag'lubiyat bilan boshladik, xuddi o'tgan mavsumga o'xshab. Lekin oldinda hali bizani uzun mavsum kutib turibdi. Asabiylashmaymiz. Asabiylashmaylar. Foydasi yo'q. Yo'q, men bu bilan kimnidir o'yin olish niyatim yo'q. Bo'ldi, boricha qabul qilish kerak. Bugun Manchester United maydonda yutqizdi. Hull City Championshipdan chiqqan jamoa, gap yo'q, sensatsiya, haqli g'alabaga erishdi. Shu ikkita standartdan golni urdi, yog'iga himoyalandi, boshqa nima ham qilsin bo'ldi, ikkita goli bor. Manchester United bo'lsa ikkinchi taymda o'zi harakat qildi, lekin omadi kelmadi, ura olmadi. Bo'ldi. Shu boricha qabul qilish kerak. Bundan keyingi o'yinlarda bo'shashish kerak emas. Ikkinchi turda hammasini ko'rsatib qo'yish kerak. Kerak menimcha buni yechimini topadi. Come on United.